Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyimizi başlayıyoruz. Leksiye de Sırgacı Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2025 yıl 2. ayının 7. günü erteki cümme vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eysak. Müşüşkince işçi de Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işlakatı ve Marco Rubio. Otur Şark'ın mesela İsrail'e, Suudi Arabiya, yani bir kanca devletini ziyaret kıldı. Bu ziyaret kıldı diyende bu haberini ilan kılganda asaslığı Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın Gazze'den Filistinlikleri köçürüş siyaseti alakadar ziyaret tepsinde etti. Andın tünügülletin Japonya'nın veziri, İngiliz ismini tapamadım, vatandaşlar geçiren veziri deyip eliveri, Japonya'nın veziri Washington'a ziyaret geldi. Hem Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump ile sohbet ötküzdü ve birleşme muhbirlerini kütüp eliş yığın ötküzdü vatandaş. Bu vaziyet onun dinkin küçüğünçü vaziyetimizin değil. Hazır Cumhur Kom Partiyası bir neçe küllük yaki hesapta 15 gün yüzünü tutuvelip çişini çişlep durup yüzünü besivelip yaki şunda takatsizlik içinde yani şunda kütüptü gidek. Turup ahire bu kadar yakatını gilletin Amerika Koşmuş Ştatları Donald Trump'ın, Prezidenti Donald Trump'ın 1. ayının 20. günü murasim ötküzüp, vazife tapşırıp elip, Aksaray kerediğin şu günü de sözlügen notkada Panama meselesi ve bu Panama meselesi Panama kanalını Cumhur'a bir etmeyimiz diyen sözleriye bakatim cevap veripti. Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısıyla. Yani bu bir vaziyet vatandaş. Onun dinki andın mühim bir vaziyet. Yani ahir hesapta nime vaziyet deseniz Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi. Avam Palatası Amerika Koşmuş Ştatları Cumhuriyetçiler Partisi, ki partiye Demokratlar Partisi, Cumhuriyetçiler Partisi'nin mensubi tam tempi Katarlık Devlet Meclisi azaları Aralıkta bir kararname ilan kılıp o kararnamada Amerika Koşmuş Ştatları Prezidentinin Cumhur yani bir Cumhur siyasetinden vazgeçip endiliktir yallıkını itiraf kılıp mesela Tayvan'ın 70 yıldan beri müstakil yaşağallığını itiraf kılıp ve görüp yitip Tayvan bilen diplomatik münasebet ornatuş gerek. Bu digelik Tayvan'ın müstakil devlet işgalliğini itiraf kılışı gerek deyip şunda kararname ilan kıldı vatandaş. Bugün sizler yetkizdiğin mezmunla, mana muşu mezmunla avval birincisi biz bunu mundak başlayalım. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump Gazze'ni ötküzüp eliş doğrusu da teklif bergendiğin kiyen. Devlet İşlakatı Marco Rubio Otur Şark'ını ziyaret kıldı. Mavzulu haber 2. ayının 7. günü kırıldı. Ademmişinde azı 2. ayının 7. günü Amerika Vaz'ın Xitaylı programımız ilan kıldı. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Amerika Gazze rayını ötküzüp aldı. Bu yerde yaşavatkan Filistinliklerini başka devletlerge orlaştırdı deyip
taklif bergandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bir nafar amaldori munda oshkorildi. Davlat ishlar kotibi Marko Rubio 2 oyning o'ttirlarida O'rta Sharqni ziyorat qildi. Davlat Mahkamasida bir nafar amaldor 2 oyning 6 kuni kashtirak munda ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Marko Rubio 2 oyning 13 kunidan 18 kunigacha München bexatarlik yig'iniga qatnashdi. Hamda İsrailiya, Arab Birlashma Xalqligi, Qatar va Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarni ziyorat qildi. Davlat ishlar kotibi Marko Rubio chorshanba kuni munda ko'rsatdi. İsrailiya G'azzodagi urushni oxirlashtirgandan keyin u yerni, ya'ni G'azzoni qayta qurishdan iborat o'tkinchi mezgilda G'azzodagi falastinliklar bu yerdan ko'chmasa bo'lmaydi. Amerika amaldori munda ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Marko Rubio O'rta Sharqni ziyorat qilgan mezgilda G'azzo masalasini muhokama qildi. Hamda 2023-yil 10 oyning 7 kuni Hamas İsrailiyaga hujum qilishni keltirib chiqargan oqibatlarni muhokama qildi. Hamasning hujum qilishi bilan İsrailiyaga bu urush keltirib chiqargan oqibatlarni muhokama qildi. Hamda Prezident Donald Trumpning ideyasiga asoslanib, Burayning holatini o'zgartirish ishlarini muhokama qildi. 1 oyning 25 kunidan beri Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump taklif berib, falastinliklarni G'azzodan Misrga, Iordaniya qatorliq davlatlarga ko'chirishni taklif qildi va talab qildi. Lekin Arab davlatlari va falastinliklar bu taklifga qarshi turdi. Falastinliklar uzundan beri yashab kelayotgan zamindan qo'g'lab chiqarib o'tilishdan ansirdi. İsrailiyaning inkosi ancha o'xshamay qoldi, ya'ni o'xshash bo'lmay qoldi. İsrailiyada ayrim guruhlar siyosiy arboblar bu masalani butunlay qabul qildi yoki falastinliklarni ko'chirishga echib o'tilgan pozitsiya tutdi. Gazetlar yuraklik harakat dedi, madihladi. Televiziya obzorchilari bu chorni qandoq amaliylashtiriishni muhokama qildi. Ya'ni falastinliklarni bu yerdan ko'chirib o'tish masalasini muhokama qildi. Nurg'unlagan echib o'tilgan pozitsiya tutgan kishilar mundaq bildirishda İsrailiyada qonun va orqisab xizmati qatorliq ko'plagan sabablar tufayli bu planni ishga oshirg'ili bo'lmaydi. Ko'chib chiqib ketish o'z ixtiyori bilan bo'lishi lozim. Falastinliklarning Falastindan ko'chib chiqib ketishi o'z ixtiyori bilan bo'lishi lozim. İsrailiya liberalistlar va ba'zi falastinliklar bu planga qarshi turganligini bildirdi. İsrailiya liberalistlar gazeti, ya'ni Vatan gazeti Hartiz, İngiliz tilida shundoq deyiladi ekan, Hartiz gazeti bir parcha obzorida İsrailiyaning falastinliklarni ko'chirib o'tishiga qarshi turish qaydachilik qildi. İsrailiya vaziri Netanyahu Prezident Trumpning bu plani qaltis plan dedi. Birinchi qatim yaxshi ideyani anladim dedi. İsrailiyaning sobiq davlat mudofaa ministri Benny Gantz Prezident Trumpning taklifi ijodiylikni namoyon qildi. Shundaqla qiziqarli bir ideya deb ko'rsatdi. Ya sizlarning anglag'aninglarni vatandoshlar, Marko Rubio yaqinda O'rta Sharqni ziyorat qildi, yuqorqi davlatlarni asosligi amaliylashtirish, siyosatda qanday amaliylashtirish, masalan, falastinliklarni ko'chirish, Iordaniya,
Mısır degендek devletler köçürüş. Andın bu rayında mesela uruş ahırlaşkandan keyin İsrail'e ötküzüp belgen ahval asıda bu rayında kuruluş yoki yeniçi bir kuruluş tushungan dedik ku rivara ama kuruluş şu sifatda bir kuruluş başlash diye maqsad qilindi. Endi yana bir xabar vatandoshimiz sizga bir Cumhur siyasetini amaldan qoldirishni qo'llab Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida 24 nafar Avam Palata a'zosi qarornoma o'tirib qo'ydi. Mavzuli xabar 2 ayning 6 kuni Tayvan markazi agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Cumhuriyetçiler Partiyasi mansublari 24 nafar Avam Palata a'zolari qarornoma o'tirib qo'yib, Prezident Donald Trump hukumatining allaqachon Prezident Donald Trump hukumatining pashdan keyingi jumla allaqachon vaqt o'tgan aksicha reallik moslasholmaydigan bir Cumhur siyosetini amaldan qoldirib, Tayvan bilan rasmiy diplomatik munosabatni asliga keltirishni, Tayvan bilan qo'sh taraflik savdo kelishimi imzolashini va Tayvanning xalqaro tashkilotlarga qatnashishini qo'llashini murojaat qildi. Bu turlik muhim, balki Cumhuriyetçiler Partiya mansublari va Avam Palata a'zolari jumladan tam tepini. Ondan keyin Scott Pry la tarafidan o'tirib qo'yilgan o'rta qarornoma 70 yildan beri Tayvanning mustaqil davlat bo'lib turgan aniq paketini aks ettirdi. Qarornomada mundaq ko'rsatildi vatandosh. Tayvanning dunyodagi bir qancha davlat bilan diplomatik munosabat va madaniyat, iqtisodiy munosabatni saqlab kelganligini, Tayvanning munozara talab qilmaydigan Jungodan mustaqil davlat bo'lib turgan davlat ekanligini nazarda tutib, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining bir Jungo siyosatidan voz kechib, Tayvanning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilishini, Tayvan Jungoning hukmronligini qabul qilmaydigan ham Jungo territoriyasiga mansub bo'lmagan obyektiv reallikni e'tirof qilishini talab qildi. Qarornoma qaratmiliq desangiz hozir bu qarornomaning mazmuni, shakli va fikr talab mazmunlari bevosita hozir Prezident Donald Trumpga murojaat qilyapti vatandosh ham mushundaq muomala qilishni Tayvanga Prezident Donald Trumpdan kutyapti, talab qilyapti vatandosh. Kimlar masalan 24 nafar Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasining 24 nafar a'zosi. Hammasi degidek Cumhuriyetçiler Partiyasi mansublari. Vatandosh. Qarornomada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Tayvan hukumati xalq saylagan qonunliq hukumat o'rnini e'tirof qilib, ikki taraf diplomatik munosabatlarni normallashtirib, ikki davlat o'zaro bosh elchi avatishni, prezidentning Amerika Tayvan amaldorlarining o'zaro aloqalari va organlarning o'zaro aloqalarini cheklaydigan yetakchi siyosatni amaldan qoldirishini talab qildi. Undan boshqa Amerika savdo organi Tayvan bilan erkin savdo kelishimi imzolash suhbatini qo'zg'atishni talab qildi. Tappini Avam Palata a'zosi Tappini qatorda Avam Palata a'zolari qarornomada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq Amerika elchisi va aloqador Amerika amaldorlarining tadbiri qo'llanib, Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa Amerika qatnashgan xalqaro tashkilotlarning Tayvanning a'zolik salohiyatini e'tirof qilishni
müracaat qildi. Yoki qarornomada shundoq murojaat qilindi. Avam palata a'zosi tam tappini e'lon qilgan axborotida qayta mundaq sharhladi. Tayvan erkin ve demokratik müstakil devlettir. Azaldan Cumhur'un tizgilişide bolgan emas. Amerika Qo'shma Shtatlarının siyaseti inkar qilg'ili bo'lmaydigan bu obyektiv faktni allabiron aks ettirishi kerak edi. Tappini Avam Palata a'zosi boshchiligida yoki kollektiv oldi 24 nafar Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasining Cumhuriyetçilik partiyasiga mansubdir. Yuqoridagi qarornoma ma'qullab, yoki bu qarornomada Prezident Donald Trumpga murojaat e'lon qilib, Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishni, Amerika Tayvan diplomatik munosabat o'rnatishni, shundaqla Amerika Tayvan erkin savdo rayini qurishni mushlarni bir qator oldi. Talab qildi vatandosh. Endi hozirlik kelgan xabar boshida aytdik sizlarga. Cumhur Xalq Cumhuriyeti Hükümeti Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchisi Lin Jian apandining bayonlari. Endi bunda xabar topsizlar vatandoshlar. Mavzu mundaqkan Panama bir belvoq bir yo'l tashabbusdan chekinib chiqdi. Beijing Amerikani qora surkab buzg'unchilik qildi deb aybladi. Mavzuli xabar 2 ayning 7 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Cumhur hukumati 2 ayning 7 kuni Amerika besim ishlatib, zo'rlash vositasi orqali Beijingning boshqa davlatlar bilan bo'lgan bir yo'l, bir belbog' hamkorlik munosabatiga qora surkab buzg'unchilik qilib, Panama bir yo'l, bir belbog' hamkorlik planidan chekinib chiqdi. Buningdan afsuslandik deb Amerikani aybladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 1 ayning 20 kuni qasam berib vazifaga o'ltirish marosimida so'zlagan nutqida Panamani aybladi. Panama 1999-yil Panama kanalining egilik huquqini o'tkazib berish kelishimida birga va'dasiga xiloflik qilib, Panama kanalini boshqarish huquqini Cumhurga o'tinib berdi. Lekin Panama hukumati bunda Cumhurga o'tinib berdi dedi. Lekin Panama hukumati bunda ayblashni inkor qildi. Cumhur taraf bayonotchisining gapi Şu günü Prezident Trump bunda ko'rsatdi. Amerika Panama kanalini qaytarib oldi. Lekin qaysi vaqtda, qanday shaklda qaytarib oldi bu to'g'rida Prezident Donald Trump bir nima demadi. Bir yo'l, bir belbog' tashabbusi Cumhurning raisi Xi Jinping yetakchiligida cho'ng davlatlar diplomatiyasining yadroliq bir qismidir. Cumhur har qaysi qit'alardagi nurg'unlagan davlatlar bilan iqtisodni taraqqiy qildirish, asosiy aslarlar qurilishi olib berish katta hamkorlikdir. Bu davlatlar bilan iqtisod, diplomatiya, hatto harbiy ishlar bexatarligi munosabatlarini kuchaytirdi. Bayonotchi Lin Jian yana mundaq ko'rsatdi. Bir yo'l, bir belbog' iqtisod tashabbusi Latin Amerikası 20 neçe devletli öz işçi algan aldı dünyada 150 neçe devlet bilen bir yol, bir belbog' hamkorluğa qatnaştı. Endi bu san kişinin çüçtüdüğün san eken vatandaş. Latin Amerikası 20 neçe devlet bir yol, bir belbog' tashabbusi kirib boptu.
Hazır dünya boyunca koşkandı 150 devlet bir yol bir belbaq teşebbüsü kirip koptu. Siz kanda oylaysınız vatandaşım? Xuda Prezident Donald Trump'ni Amerikaga vaqtida yetkizibdi vatandaş. Prezident Donald Trump'ni Xuda Amerikaga dal vaqtida yetkizibdi vatandaş. Hazır Latin Amerika'nın biqinidagi bir Latin Amerika devletleri 20 neçe devlet Xitoyning bir yol bir belbaq tashkiloti kirib bo'lgan bo'lsa, bu nima deb tasavvur qilishimiz mumkin vatandaşım? Hazır endi buning oldini olish, buni to'sish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump birinchi qadamni, birinchi ishni Panamadan boshladi vatandaşım. Hazır endi bunga nisbatan Jungo Kompartiyasi 15 kun o'zini tutib olib, oxiri bugun bunga javob beribdi vatandaşım. Hem davatı özün davatideki bayanatçı ilincan Kanada, Latin Amerika'da 20 neçe devlet. Bütün dünyada 150 devlet. Xatarlı vatandaş. 2013 yılı oturup koyulgan teşebbüs Reis Xi Jinping'nin bugünden aytganda 11 yıl. 11 yıl işidi muşunçu ola işte kılgan bolsa Jungo Kompartiyasi. Qarniyatning yanılı dünyada ayrım devletlerde karşı elinediğallıqını ispatlap verdi bu yaş vatandaş. Şunu deyimiz ki bugün Amerika Qo'shma Shtatlari yangi saylangan Prezident Donald Trump'ni Amerika Qo'shma Shtatlari hatta bütün dünyaya Xudo dil vaqtida avatibdi vatandaş. Davamını anlagan bir yol bir belbaq hamkorligiga qatnashdi 150 devlet. Panama'nı öz içine algan aldı. Her qaysı Allah halkı bundan bahremen oldu. Devlet İşler Katibi Marco Rubio Panama'ga ziyaret beriştin avvalmında ko'rsatdi. Gumallanış ki bulmaydı ki Jungo hazır. Amerika bilen to'qinish paydo bo'lganda Panama kanalini taqib etish planini tuzdi. Washington bo'lsa bu ish davlat bexatarligiga munosabatlik tahdid deb hisobladı. Jungo'nun bayanatçısı Linden Cuma günü muhbirlarını kütüp edişeceğine Panama hükümetinin Amerika tarafından kelivatkan karşılığını bir tarafga qayırıp qo'yishini müracaat kıldı. Bayanatçı Linden Panama hükümetinin iki taraf münasebet vaziyetini asas kılıp, yani Jungo Panama münasebetleri vaziyetini asas kılıp, İki devlet xalqlarının uzun müddetlik menfaatini asas kılıp, taşqırının aralashishini bir taraf kılıp, to'g'ri qarar chiqarishini umid qildi bayonotchi Linden. İki devlet menfaati, iki devletning ishig'i üçüncü bir devletning aralashishini nazarga ilib, Panama hükümetinin to'g'ri qarar chiqarishini umid qildi Jungo hükümeti. O'xshash bir kunda Jungo Tashqi ishlar ministerligi muxbirlarning savoliga javob berganda yoki javob berish shaklida bayonot e'lon qilib, Davlat ishlar katibi Marco Rubio'ning Panama qatorliq Latin Amerikasi davlatlariga ziyorat qilishini, bu davlatlarda Jungo münasebetlik so'zlarni, söz ibarlarını sözlügeldigini bir taraflimilik Jungo'nu asassız ayıplash deb tanqid qildi. Jungo bilan Latin Amerika devletleri qasddan o'ttirg'i ziddiyat soldi. Jungo'ning ichki ishlariga aralashdi deb tanqid qildi. Amerikani shunday tanqid qildi. Jungo'ning huquq manfaatlariga ziyon soldi deb Amerika tarafini, ya'ni shunday tanqid qildi. Leksiya so'zlab kelyapmiz. Men birinchi qatim anladim. Men bir matbuotlarda yakator betirdi bunda ko'rmagan edim hozirgacha. Agar gap rost bo'lsa, Jungo'ning bayonotchisi Lindenning so'zi 150 davlat bir yo'l bir belbaq tashabbusi qatnashdi desa, bu haqiqatan dunyo uchun bir tahdid vatandaş. Bu dünya dollarını tanıydı, dollarını gördü, közünün akıbetini görmeydi. Jungo degan kompartiyanın kim ekanligi ve nima ekanligini bilmaydigan bu dünya. Hergiz bilmaydigan. Vatandaş,
Herkes bilmeydi ki. Bir Latin Amerikası 20 devlet bir yol bir belbağ teşebbüse katnaşkan bolsa, bu Latin Amerikası Amerika Koşmuş Ştatlarının arka öylesiyeki aldı sahnesi deseniz bunu da. Xitayning tehdidi hazır Amerika Koşmuş Ştatlarının biqqiniga, hatta Amerika Koşmuş Ştatları bilan chegaradaş bo'lgan davlatlarga yetib keldi deseniz bo'ladi, masalan Meksikadek. Vatandaş tehdit shunday yetib keldi. Yani şunu tekrarlaymiz ki bu qitim Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampni Amerikaga prezident qilib tayinlashga Xudoning avatganligi rost bo'ldi vatandaş.